Bularda folikulit Goffman kasalligi oshdi. Akneni bitta formasi. Mana yiringlarni ko'rib turibsizlar, bilqillab turibdi. Hammasini tegi yiring bilan to'la. Bular juda ko'p marta demak kestirganlar boshlarini. Mana bularning yoshlari 69-yillar. Farg'ona vodiysidan kelganlar, lecheniyalar olganlar, qilmagan narsalari qolmagan. Bularni hozir biz lecheniyaga olamiz. Xudo xolasa natijalari bilan bo'lishib boramiz. Bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Goffman kasalligida xirurgga borib kestirish bu yechim emas. Uni lecheniya qilish kerak, davolash kerak. Strogo doktor nazoratida. Boshingizni kestirganingizdan keyin bir effekt bo'ladimi yo o'sha kesgan joydan yana qaytib chiqaveradimi? Kesgan joydan bir xillardan yana qaytib chiqaveradi. Sizlarga bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Kesish bu yechim emas. Kesgan joydan yana qaytib chiqish ehtimoli yana ham yuqori bo'ladi va boshqa joydan chiqishga harakat qiladi. Tegidagi yiring achak boshqa joyga ko'chib yuradi.